bilan yana Mirador bugun Gamer Warrior degan parkour degan o'yinni o'ynaymiz. Xo'p, gilamga pulni yetarkan lekin chunki bugun bizda o'zimiz o'tishga harakat qilamiz. Endi boshladik. Rahmat do'stlar sizlarga. Biz 108 ta bo'ldik. Sizlarga kattakon rahmat. Yaqinda ertaga kutib qolinglar. Soat 4:da boy va kambag'alning yangi qismi qo'yiladi. Akbar Show degan bola bilan videolarni maktab serialini oldik. Uni qo'yib bo'lmadi. Shunaqa qaytadan olamiz do'stlar. Parkour videosini. Shunaqa o'tamiz. Uzr do'stlar, video o'chib qoldi. Parkurni yutganimizdan keyin video tugaydi. Voy, tushib ketdim. Sakraymiz. Do'stlar, agar meni 150 ta qilib bersanglar, sizlarga kattakon rahmat berdim. Podpishka qilib tursanglar uni. Oxirgi ozgina qolibdi do'stlar. Sizlar bilan shuncha joyni o'tib ketdim. Yangi o'tish qiyin ko'rasizlar. So'g'ib yuraverdim. Hammasini teshib las ko'rib turganinglardek, ularning hammasi Roblox. Çıkıyorum bu joyda do'stlar. Vay, tushib ketdim. Agar meni videolarim yoqsa, like bosib qo'ysin. Har doim o'zim videolarimni olaman, birovlardan ko'chirmayman. Lekin ko'chirishni bilaman. Просто men o'zimning kuchim bilan qilaman-da. Kim agar yana eski Minecraft'da o'ynamoqchi bo'lsa, to'planmayapman deyotgan bo'lsa, World Block Minecraft 3D degan Minecraftni o'tkazsa, u eski versiyalardan bemalol ularni o'ynasa bo'ladi. Hozir chunki yaxshiroq Minecraftlar qolmagan, hammasi boshqacha bo'lib ketgan. Tushunarsiz? Shuning uchun World Block Minecraft 3D'ni o'tkazsanglar, bemalol ularni eski versiyani sog'ingan bo'lsanglar,
maza qilib eski versiyada o'ynasanglar bo'ladi. Eğer shunday ma'lumotlarni yana ko'proq eshitishni xohlasanglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, nima deysizlar? Gilam olamizmi? Mayli, o'zimizning kuchimiz bilan o'tamiz. Gilam olaymi? Boyga pushti joyigacha eman betdiydik bo'yi. Va shunaqa qilib o'tamiz. Qanaqa pastga sakrash kerak. Kimga meni videolarim yoqsa like bosib qo'ysam. Ye, o'ldirib qo'ydi. Xullas, bu videomizdan o'tamiz. Ko'kdan. Baştan boshlayman qayta. Shu bilan videomiz tugaydi. Bitta tizam bo'laman. Mana deyarli o't oldik va o'tdik. Shunaqa bo'ldi. Do'stlar, hammangizni e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan men barabar 191 bo'ldim. Namaz qildim. O'ldiraveradi bu hozir. Do'stlar, hammangiz uchun rahmat. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammangizga xayr deb qolaman. Like bosmasanglar, mana shunaqa uraman. Menga agar druziya tashlamoqchi bo'lsanglar, Mirabror 644 ga bosasizlar. Xayr do'stlar.